Qo'y, boboy, gazetada nimalarni yozishibdi? Pashol naxo'y. Bilmoqchi bo'lsang, o'zingga alohida sotib ol. Bobo, nima qilibdi? Bu porno jurnali emas-ku. Xo'p, mayli. Gazetada yozilishicha, GM poyezd chiqarishni boshlabdi. Ular shunchalik zo'r ekanki, odamlar u yerda prosta yo'q qolishi ekan. Qanaqa ma'noda yo'q bo'lib qolishyapti? A nuqtadan B nuqtaga hamma ham yetib bormayapti. Bu nima? Matematik masalami? Matematikani yaxshi ko'raman. Bilat qanaqa matematika? Bu aniq o'tkazuvchilar haqida. Ha, o'tkazuvchilar, yarim o'tkazuvchilar. Demak, bu fizika. Bu jon, nega faqat men ishlayapman, siz kontor o'ynab o'tiribsiz? Nolama qizim. Men seni yoshingda barda pul topardim. Priyam meni yoshimdami? Axir meni yoshim 10 ga to'lgan-ku. Salom qizaloq. Senga bir ish bor. Yaqinlashma, ko'zi qonga to'lgan qarachol. Mana shu bitsa bilan basharingni buzib qo'yaman. Maktabda o'qiysan, to'g'rimi? Biz bir olmayapmiz. Bu matematika masalasimi yoki fizikani? Qizligimni ola olmaysan. Meni bo'lishkamni yema, qarachol. Xavotirlanma qizalog'im. Seni bo'lishingni qachondir kimdir yegan bo'lardi. Kechiring amaki, lekin hech bo'lmaganda 18 ga to'lishimni kutsak bo'ladimi? Gapingga tushunmadim-ki. Lekin meni savolim kutib turmaydi. Ketdim boshqa qizlarni izlayman. Demak, A nuqtadan B nuqtaga. Oramizda bo'lib o'tgan shu narsadan keyin hech bo'lmaganda gumma sotib oling. Mayli. Yotib yeyishni sevaman. Nima, men endi o'zim sekin dastlabkada ishlaymanmi? Yo'q. Endi sen Yandex.Sibada ishlaysan. Rahmat, shartmas. Gomo YouTube kanali taqdim etadi. Iblislar qotili. Kirib ketgan poyezd. Xo'y, bizda ovqat olib kirish mumkin emas. Nega? Agar ovqatlanmoqchi bo'lsangiz, restoran ham bor. Faqat u boshqa poyezdda. Ana unisida. Yaxshi, Unda poyezdlarni ko'taraga tiqinglar. meni ostanovkam. Xo'y, sen hech bo'lmaganda Open Budgetga ovoz berib ket. Bilat, bu qanaqa seksi mashina bo'ldi? Men uni zo'rlagan bo'lardim. Bilat, faqat avval teshigini topish kerak. Nima davommisan? Bu faqat poyezd-ku. Jamniyatimni bilib qolmasin. Nima, qanaqadir ayg'oqshini sezib qoldingmi? Sen ham davommisan? Nimaga birdan davon? Dashi maktabdagi baholarim ham sendan yaxshiroq. U poyezdda tarshi ketdi. Ha, jonim, meni kutib ol. Sen dalboyobsan-a? Ey, pezduklar, vokzalda baqirish mumkin emas. Bolalar qochamiz. Yosh bolalarga o'xshaysizlar. Bizni sen baqirganing uchun qo'yishdi-ku. Po'xo'y, baribir ham sizlar aybdorsizlar. Bolalar bizni poyezd ketib qolyapti. Quvlab borib zo'rlayman. Bilin, meni ham kutib tur. Bu yerda poyezdlar har 5 minut yurar ekan. Yordam, yordam. Asbobimdan tortma. Meni biletim yo'q. Nima deb o'ylaysan, butilkaga o'tirishmaydimi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Nimadir bo'lsa sumkangga yashirnasan. Unda ham 7-sinf kitoblarim va qo'shimcha singlim ham bor. Singlim deysanmi? Oynaning orqasida kimdir bor. Gandon, u seni oynadagi aksing-ku. Nihoya u oyog'i katta va cho'chqaning kalasi bor ekan. U to'ng'iz cho'chqa emas va uni kalasini vobshita sen kiyib yuribsan. Tak, ustoz nargi vagonda. Algebra. Yo'q, fizika. Algebra. Fizika. Menimcha ustoz ozgina ana unaqa. Fizika. Assalomu alaykum. Biz maktabdan siz bilan amaliyot uchun keldik. Algebra. Axir siz biologiya o'qituvchisiz-ku. Aniq. Men hammasini amalda o'rgataman. Demak, anatomiyada qizlar bilan amaliyot qilar ekanmiz-da. Yo'q, mening mavzularim boshqacha. Nimaga bunchalik yoqimli shabada? Bolalar, biz uni yo'qotyapmiz. Doktor kelyapti. Yo'q, menda bilet yo'q. Menikini ol. Menda ikkita bor. Open Budgetga ovoz bering. Pashol naxo'y. 200 ming so'm kamga qiladi. 500 ming bersiz ovoz beraman. Mana bizni biologiya bo'yicha birinchi amaliyotimiz. Bu dalbayo'q biz Gandonus yashash joyi poyezdlar. Kallasini olib yo'q qilinadi. Mana yana bitta zo'rlovchi klon. Biologiya kitobida shunaqa yozilganmi? Yo'q, sen uni basharasini ko'ryapsanmi? Zo'rlovchiga o'xshaydi. To'g'ri, hujum qilaman. Men ham bittasini kallasini olib kelay. To'ppa-to'g'ri o'quvchi, lekin uni kallasini olish kerak, o'zingnikini emas. Ustoz juda ham ajoyib, menga baho qo'yib bering. Men esa ota-ona xohlayman. Ustoz! Hurmatli poyezd boshlig'i. Men rostdan ham Open Budgetga ovoz olishga harakat qildim, lekin baribir ko'nishmadi. Hatto 200 mingga ham ko'nishmadi. Hoy, sen GMdan haydalding. Bolajonlar, kim yangi o'quvchi bo'lmoqchi? Biz. Uxlar zenitsu va inoski issiq to'shakda. Uxlar Rengoku va Kamado Tanjiro. Mehribon akangiz kirib keldi, tushlaringiz bilan keldi.
uxlang bolajonlar endi va shu yerda zo'rlaninglar. Qormi? Men qayerdaman? Aka! Akajon, oyi, nega bu sovuqda qo'lqoqsiz yuribsan? Quloqlaring qizarib ketibdi. Boshqa bunaqa qilma. Xo'p. Nezuko, tezroq yugurishimiz kerak. Akamdan ruxsat oldingmi? Ha, albatta so'radim, qarshi emas. Unda mayli. Prizmativ olmadingmi? Yo'q. Unda ikkimizni ham ko'timiz chiqadi. Yo'q, xavotir olma. Bunday olib o'ylab qaraganda o'zim ham gandonman. Va yana orqadan beradigan bo'lsang, muammo bo'lmaydi. Пещерники, мы гордые пещерники. Пещеры изучаем мы ходим по пещерам. Да, пещерники, мы гордые пещерники. Пещеры изучаем мы ходим по пещерам. Uni qo'shishga juda ham ajoyib. Playlistimga qo'shib olaman shekilli. Bu pedaros poyezd tirik. Borib uni taringlar. Xo'p, boss. Qo'y qizcha, senga o'ga ota kerak emasmi? Qara, menda yong'oqlar bor. Sening ko'zlaring shulardek chiroyli. Bilasanmi buni? Balki boshqa tushga o'tarmiz. Ota, men armiyaga bormoqchiman. Kaltalik qiladi. 25 sm kaltalik qiladi deb o'ylamayman. Bilaydi nahoy. Bunaqa yurishing bilan uzoqqa bormaysan. Nima bo'ldi, dadam ruxsat berdimi? Yo'q, u yana ichib olib yotibdi. Esingda bo'lsin ukajon. Men armiyada paytim uyda bo'layotgan hamma pizni seni zimmangda bo'ladi. Ketmang akajon. Endi bolajonlar ularning tushlariga kirib yo'q qilinglar. Agarda boshqaruvchi bo'lmoqchi bo'lsanglar, bilin. Uni tushi juda ham issiq. Mayli, chegaradan chiqishi balki unchalik issiqmasdir. Ustimdan kulyapsizlarmi? Bu Dawn ruhi qayerda ekan? Mana u. Naxu uxlamayapsan, asbobi kalta lunatik. Tezroq to'rt chiqib qo'yding. Maktabga kech qolyapsan. Seni qizingni boshqa bola olib ketdi. TikTokni bloklashdi. Davolovchi qahramonning yangi sezoni chiqdi. Unda men uyg'onyapman. Akajon, uyg'on, shuka. Qanday uyg'onaman endi? Mani tuyg'ularim shu kunlarda solo, hamma ket yolg'izman solo. Hayotim bir xil slomo, minor notalari men bilan qoldi. Bilad, bu nima musiqa tanlovimi? O'g'lim, kallangni olib tashla. Yer otasi. Tushimga nima kirdi? Nezuko, tushimga nima kirganini bilmaysanmi? Nihoya meni bog'lab qo'yshdimi? Uyg'on dalboyob, uyg'on. Meni tushimga Nihoya kirib qolding. Endi qiziq joyi kelganda bilad bu yoqda sen chiqding suka. Endi seni sunnat qilaman. Yo'q, yo'q. Zaybal qo'shiq aytaverib. Shunchaki bizning talantimizga hasad qilyapsan. Qo'y, seni tushingni zo'rlab qo'yadiganim uchun kechirasan endi. Mayli, oddiygina zo'rlash-ku. Xayrli tun. Yaxshi turdingmi? Yoqimtoy ekansan, xotinim bo'lmaysanmi? Mayli, faqat seni zo'rlayman. Uxla. Uyquga to'ydim. Meni bunday o'ldira olmaysan, butun poyezd meni tanam. Nima? Demak, oramizda o'sha nimadir bo'lgan. Sen do'stlaring bilan meni ichma kirganinglarda. Sen meni ichma kirganingni istaysanmi? Demak, Enoski haq bo'lgan. Enoski, sen baribir uni tarafsan. Nihoya meni uyg'otdinglar. Tushimda bir qizni tezis qo'yayotgandim. Endi bu safar og'zi tomonga beraman. Hoy, birov og'rimayaptimi? Enoski oshirib yubordi shekilli. Ye, batonga yoqyaptimi? Bu prosta kay. Hech qanaqa shilliqlarsiz, faqatgina natural sex. Yalang'och Nezuko bilan
Biologiya darsimizni davom ettiramiz. Gey poyezdlar olovdan qo'rqishadi. Ko'tim yonyapti. Sen nimaga yotib olding? Nima bo'layotganini tushunmayapman. Nimani tushunishing kerak? Borib shunchaki poyezdning kalasini olib tashla. Men esa 5 minutda qaytaman, ichib kelay. Buni yeb olasanmi? Poyezdning kalasi qayerda? Poyezdning kalasi qayerda? So'ka qayerda? Vagonlarni raqamlash poyezdning boshidan boshlanadi. Boshidan boshlanadi. Topdim. Boshidan. Meni ko'tam. Uxla. Sekinroq. Meni kelajagimni yo'q qilay deding. Sen bo'lsa olgan tursingni pulini to'lamading. Meni oyligimni qirqishdi. Bilet poyezdi kelayotganingda uyingdan kiyib kelmaganmiding? Nima, sizlar kiyib yuribsizlarmi? Ha? Faqatgina pushtidan. Men esa qizildan oldim. Pizdets. Qo'y ko'd uxlavordingmi? Uyquga to'ydim dedim-ku. Yaxshi. Unda uxlab qolsang, sen giysan. Mayli, kelishdik. Nega yana o'tib olding? Meni zo'rlamang. Ha, tushundim. Balki charchagandirsan. Qayoqqa qochish kerak? Qayoqqa emas. Nimadan? Qo'rqma. Bu oqshomda boshqa hech kim o'lmaydi. Salom, men ismim Azazazaza. Meni ko'tim har doimgidek toza. Sen nima TikTokdan qochib chiqdingmi? Nega qocharkanman? Undan ko'ra bizni TikTok house'imizga qo'shil. Meni yoshim 15 ta emas. Idi nahoy. Aka zarat javobini qabul qilmaydi. TikTokni xohlamasang, mana senga tok. Ko'tingni ayiraman, tushunyapsanmi? Qo'shilaver va sen asbobing mana buncha bo'ladi. Lekin nega uni kichiklashtirishim kerak? Suka, endi men senga hasad qilyapman, bilyat. Biologiyadan oxirgi dars bolajonlar. Yebani ko'ti yonyapti. TikTok house'imizga qo'shilishni istamayotgan alam qilyapti. TikTok house bu qullikdir. Bilet qo'yish chiqibdi. Meni podpischalarim ko'rib qolishadi. Tezroq qochishim kerak. Qo'llarimni bu davundan chiqarib olishim kerak. Qo'rqoq TikToker bilet. Bo'rni qanchalik boqmagin baribir gap o'rmonga qochadi, shunaqami? Lekin sen bo'ri emassan. Chunki bo'rlar sirkda o'ynamaydi. Lekin sen dalbayobsan. Bu gap bilan xafa qildi. Men pitsangizni olib keldim. Buni zakaz qilmaganman. Uni TikTok house'ingizga olib kela olmadim, janob. Qo'y bolajon, meni eshit. Biologiyadan oxirgi darsim. Hamma tirik narsalar qachondir o'ladi. Fizika ham, biologiya ham, matematika ham shuni ichida. Bilin, nimaga bunchalik siqilyapmiz? Xursandchilik qilish uchun keldik deb o'ylagandim. Hayotiy darslar doim siqilishlarga boy. Dafash oldan qo'y. Qo'rqma. Bu oqshom hech kim o'lmaydi. Aldamabdi, chunki o'sha ertalab bo'ldi. O'ldimi? Yaxshiyamki biz ikkalamiz ham undan homiladormiz. O'lgan bo'lsa o'libdi. Yig'lashdan foyda yo'q. Lekin unikidan kichkinalik alam qilyapti. Hatto meniki ham undan kichkina edi. Yana bir marta yelkamga chiqsang, seni so'yib tashlayman. Tugadi. Qadrli obunachilar, 82% odam bizni obuna bo'lmasdan kuzatyapti. Iltimos pastga tushing va obuna va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ha, bizni boshqa ijtimoiy tarmoqlarimizga ham qo'shiling. Videoning ostidagi barcha havolalarni joylaganmiz. Hatto moddiy qo'llab-quvvatlash uchun karta bor. Sizlar tashlaydigan har qanday summa videolar va animelar chiqishini tezlashtiradi. Iltimos bizni qo'llab-quvvatlang. Qo'llab-quvvatlang nahoy.